Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan UZ Sport YouTube kanali. Bizning kanalimiz bilan birga bo'layotganingiz uchun katta rahmat. Va albatta, kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonlik jangchi Said Yakub Qahramonbekov Dubay shahrida bo'lib o'tgan ACA 194 turnirida o'z kuchini sinovdan o'tkazdi va raqibini bor yo'g'i birinchi raunddayoq mag'lub etdi. Rossiyaning mashhur ACA tashkiloti o'z tarixida birinchi marta Dubay shahrida yirik turnir o'tkazdi. Ushbu musobaqada 2 nafar o'zbekistonlik jangchi ishtirok etdi. Avval UFC tashkilotida 3 ta jang o'tkazishga muvaffaq bo'lgan hamyurtimiz Said Yakub Qahramonbekov bu safar misrlik jangchi Omar Elbiliga qarshi oktagonga chiqdi. Hakam jangni boshlagan zahoti o'zbekistonlik jangchi faol harakat qila boshladi. Birinchi raund yakuniga yetay deganda esa Said Yakub raqibini orqa tomondan bo'g'ish usuli bilan taslim etdi. Bu jang Qahramonbekovning ACA'dagi debyut jangi bo'ldi va u unda ishonchli g'alabaga erishdi. Biz Said Yakub Qahramonbekovni bu g'alabasi bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling, like bosing va UZ Sport bilan eng so'nggi jang yangiliklarini birinchilardan bo'lib kuzatib boring.